bo'ling, Alloh rozi bo'lsin Amin. sizdan. Salomat bo'linglar. Zo'r Rahmat. vrach. Kecha bemorimizni bir vaqtda o'zi 4 operatsiyani o'tkazganmiz. 2 tomonlama gayment operatsiyasini o'tkazganmiz. Burun to'slarni to'g'rilab, chig'noqlarni korreksiya qilganmiz va peshini bo'shliqlarini ham ochganmiz. Bemorimizdan hozir holatlar juda ham yaxshi, uylariga javob beramiz. Mana onalari kelishdan oldin nima shikoyatlari bor edi bularning? Voy, juda kuchli bosh og'rig'i, umuman burnimdan nafas olmayapman deb, kechqurun umuman uxlamay yig'lab chiqardi. Boshim og'riyapti deb, boshi qiynalib ketdi. Mana Mana kecha operatsiyani o'tkazdilar. Operatsiya payti og'riq bo'ldimi bo'lganimi? Yo'q, yaxshi chiqdi. Yaxshimi? O'ziga keldi, yaxshi. Operatsiyadan keyin ko'ngil hech qayt qilishlar bo'lmadimi? Bezovtalilar bo'lmadimi? Rosa yaxshi. Уже birinchi kundan sezildimi bosh og'ruvlari qolib, unda nafas olishlar tiklangani? Ha, sezildi. Kechqurun ham yaxshi uxladi, nasibasi yaxshi uyg'ondi. Mana Xudoga shukr, uyga ketyapmiz. Xudo xohlasa juda ham yaxshi o'tdi operatsiyalar. Ikki tomonlama gaymer bo'shlig'ida ikkisini olib tashladik, burun to'slarni to'g'irladik, peshona bo'shliqlarigacha ochib tozaladik. Inshaalloh juda ham chiroyli bo'ladi operatsiyalari. Xudo xohlasa bir haftadan keyin burniga splint olib tashlaymiz. Bundan ham ko'ra yaxshi nafas olishni boshlaydi. Salomat bo'linglar. Rahmat sizga kattakon, ko'z qo'lingiz dard ko'rmasin. Sog' bo'ling, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Amin. Salomat bo'linglar. Zo'r vrach.